Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yana bitta ishimizni ham tugatib oldik. Dunyakasiga tayyor holatda qilib berdik. 14 ga 4,5 jorimiz, joyimiz. Ustunlari profildan bo'lgan. Tepa qismlarida kampir materialdan bo'ldi, qilib berdik. Firmalarimiz orasi 1.30 dan bo'ldi. Qo'yxonaga moslab kelajakda qo'yxona bo'lar ekan. Akamizga chiroyli qilib topshirdik. Ustunlarni saroblar ichiga tiqib, berigi qismlarini ham qilib tugatdik. Chiroyli holatda. Bu tarafda mana ko'rinishi. Ustunlarni ham mustahkam qilib qo'ydik. Beton quyib yuborsa shu bilan joy-joyiga qatal hamma yo'q.